Alloh o'zi xayrli qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli yo'ldoshlar, mana bugun Husanbay akamizning ish boshlab ekanlar. Homiylarning yordamligida, ko'magida, umid qilgan holatlarda shu oilaviy sharoitlari to'g'ri kelmaganligi sababli bugun mana joyni boshlabdilar. Alloh o'zi xayrli qilsin. Oilaviy imkoniyatlari yetishmovchilik bor ekan, ya'ni moddiy jihatidan xalqimizdan, elimizdan yordam ma'nodagi bir iltimoslari bo'lib turibdi. Agar shu birodarimizga, Husanbay akamizga imkon qadar imkonimiz boricha bir ko'maklashadigan bo'lsak, joylarni solib va shu joylarda inshaalloh shu ahllari bilan, ayollari bilan birga yashash baxtini nasib etsin. Farzandlari ham yo'q ekan, endi shu ko'makka, yordamga ehtiyojlari bo'lib turibdi. Shunga imkonlarimiz bo'lsa, shu birodarimizga bir imkon qadar yordam qo'lini cho'zaylik. Inshaalloh joylari bitib, joylarda bir yashash baxtini nasib etsin. Alloh xayrli qilsin, manfaatli qilsin. Ilohim Alloh taolo shu boshqa ishimizni ham xayrli qilsin, manfaatli qilsin. Joylarni bitirib, xursand bo'lib, oilangiz bilan, ya'ni ahlingiz bilan shu yerda sog' salomatlikda yashamoq baxtini nasib etsin. Ayolimiz ham Alloh taolo o'zi dardlarini shifo bersin, shifoi komil bersin. Alloh xayrli qilsin. Xayrli.